Assalomu alaykum shahrimiz aholisi va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Favqulodda vaziyatlar vazirining 2025-yil 1-noyabr kunidagi favqulodda vaziyatlar organlari tomonidan favqulodda vaziyat va yong'inlar oldini olish borasida o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlarning samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlar to'g'risidagi 205-sonli buyrug'iga asosan dekabr oyi yong'in xavfsiz oyligi deb belgilangan. Ushbu oylik doirasida quyidagi tadbirlar bajarilishi lozim deb belgilangan. Shahar hokimligi tegishli tashkilot va idoralar bilan birgalikda energetika obyektlari profilaktik tadbirlar samarali tashkil etish va avariya xizmatlarini jalb qilgan holda maxsus taktik o'quv mashqlarini o'tkazish. Daxldor organlari, Ichki ishlar bo'limi, Milliy gvardiya, soliq idoralari vakillari bilan reydlar tashkil etish, standart talablarga mos bo'lmagan qo'lbola isitish moslamalarini savdosini cheklash choralarini ko'rish, xavfli ishlab chiqarish obyektlarida rahbar ishchi va xizmatchilar bilan yong'in va is gazdan zaharlanish, havo gaz aralashmalari chaqnash bilan bog'liq noxush vaziyatlarni oldini olishga qaratilgan keng qamrovli tushuntirish ishlari, slayd va videoroliklar foydalanib tashkil etish. Qurilish obyektlaridagi quruvchilarni vaqtincha yashash, ovqat tayyorlash va ovqatlanish joylarida kunduzgi va tungi reydlar tashkil etib, kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko'rish. Shu o'rinda is gazdan saqlanish choralari, kuz-qish mavsumida xonadonlarda ko'rilish lozim bo'lgan ehtiyot choralari to'g'risida ogohlantirib o'tmoqchiman. Is gazning ajralishi, nostandart va nosoz gaz asbob hamda isitish pechlaridan foydalanish, talab javob bermaydigan dudberorlar o'rnatish yoki ularni noto'g'ri o'rnatish mavjudligi, o'z vaqtida tozalamaslik, gazni yetarli miqdorda havo bilan aralashmasligi kabilar tufayli sodir bo'ladi. Is gazi vujudga kelishi sabablariga yo'l qo'ymaslik, undan zaharlanmaslik uchun bir qator ehtiyot choralarini ko'rish tavsiya etiladi. Gaz va muqobil yoqilg'i, ko'mir, o'tin va boshqa turdagi foydalanishga xavfsiz qoidalarga qat'iy rioya etish, nostandart, qo'lbola yoki sifat sertifikaga ega bo'lmagan isitish pechlaridan, anjomlardan foydalanmaslik, isitish pechlarini, dudberorlarni toza va soz holda bo'lishini ta'minlash, gaz yoki boshqa muqobil yoqilg'i moslamalarini, isitish pechlari hamda suyultirilgan uglevod gaz ballonlarini, anjomlarni dam olish, uxlash xonalarida olib kirmaslik, oshxonada o'rnatilgan tabiiy gazdan ishlovchi gaz plitalari xonalarini isitish maqsadida foydalanmaslik, havo almashilayotgan xonalarni isitishda ochiq olov, ko'mir va o'tin cho'g'laridan foydalanmaslik, shuningdek gaz ballonlarini issiqlik manbaiga yaqin joyda qo'ymaslik, agarda binoda gaz hidi sezilganda oyna eshiklarni zudlik bilan ochish, ko'chaga chiqish va 104 raqami orqali gaz xo'jaligi avariya dispetcherlik xizmati 101-1050 raqam bo'yicha qutqaruv xizmati qo'ng'iroq qilish kerak. Bunday holatlarda chiroyli olov yoqish, elektr uskunalarini ishga tushirish taqiqlanadi. Aziz fuqarolar, oila a'zolaringiz va yaqin qarindoshlaringizni sog'lig'i o'zingizni qo'lingizda. Shu sababli is gazidan zaharlanish hamda havo aralashmasi chaqnash kabi ko'ngilsiz holatlarni oldini olish borasida berilgan tavsiyalarga rioya qilishingizni va Buxoro viloyati, shu jumladan Kogon shahrida o'tkazilayotgan yong'in xavfsizlik oyligida faol ishtirok etishingizni so'raymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.